Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Virus va bugun biz Peter Quyonli, ya'ni sakrashni boshladik. Xo'p, bizda shunaqa oyoq kiyimlar bor ekan va biz bu yerda eng osonni yasashga harakat qilamiz. Xo'p, mana biz tovuqni topdik, endi biz tovuqni patini yulamiz. Baxtga. Yaramas, endi sen nima kepsi etayman. Qani ikkinching? Abed, akalatika bilan o'rdak go'shi. To'xta, dom berma. Ha, o'ldirdimi? Endi biz mana buni yasaymiz. Mana mening toshli oyoq kiyimim 1, 2, 3. Faqatgina tepaga sakra olyapman xolos, ya'ni balandlikka. Qolgan qobiliyati yo'q ekan. Xo'p, endi biz narsalarni yig'ib bu yerdan ketamiz. Do'stlar, adashibman, buni yana bitta qobiliyati bor ekan, sakra. Hamma narsani tepaga uloqtirar ekan. Bu qobiliyat bilan endi biz ancha tezlashamiz. Xo'p, bizning yangi qurilmamiz va biz bu qurilma orqali sakrashlarimiz, ya'ni qobiliyatlarimizni o'zgartirsak bo'ladi. Hozircha qobiliyatimiz yo'q bo'lgani uchun shunaqa. Xo'p, bu yerda sigir topdim va nariyoqda qishloq bor. Endi bu sigirlarni qassoblik qilamiz. Va bizning ikkinchi oyoq kiyimimiz. Nima bu ishlamayapti? Tushunmadim. Buni qobiliyatini to'g'risi tushunmadim. Bo'ldi, men jonimni tushundim. Ya'ni men jonim ketganda sakrasam, jonim to'larkan. Ajoyib. Hozir Creeper osmondan tushadi. Hech nima tushmadi. Qiziq, golingni ishlarmikan? Bo'limda o'ldirganim yaxshiroq. Temir himoyachini ham o'ldirdik. Endi bundan men kirka yasayman. Joyi jannatda bo'lsin. Endi uxlaymiz. Biz endi buyuk ishlar kutmoqda. Crafting table bilan endi biz kirka yasaymiz. Ajoyib lahzalar va biz yangi sakrash qobiliyati. Okay? Wow! Yo, endi pastga almas qidirishimiz ancha osonlashadi. Qizil ko'ylaging sen uchun emas. Okay. Yo! La qutqaringlar. Yo. Qizil ko'ylagiga oyog'im bilan. Yaxshi, biz bu yerda qaziganmiz. Bemalol pastga tushib yarim chala narsalarni to'g'ri olamiz. Afsuski shu narsalarimiz lavada yonmay qopti xolos. Mayli, endi tepaga chiqib ketamiz. Endi bizga boyagi qobiliyatimiz almashtirayotgan qurilmani yasashimiz kerak. Uning uchun bizga sigirning juni va oyoq kiyim yasab olishimiz kerak unda. Let's go. Nihoyat bu narsani ham yasab bo'ldik. Buni bu yoqqa qo'yib, qolgan hamma narsalarimizni to'g'rilab olamiz. Agar sizlarga shu videomdagi datapak kerak bo'lsa, uni Telegram kanalimga tashlab qo'ydim. Nihoyat kechishdi. Endi biz kechishgandan foydalanib Creeperning qo'rqini uxlatamiz. Jumanazar akani oldiga uch, sen ham uch, hammaga uch. Afsuski Jumanazar akani oldiga uchib hech nima tushmadi. Mayli. Qoch ushlab oladi. Baxtga tupikka tiqdimmi? Baxtga yaxshilar. Gadoy hech nima tushmadi. Jumanazar oldidan keldi va poriq bor. Bizda ikkita poriq bor. Mana endi Jumanazar akani o'g'lidan tushgan narsalar orqali biz yangi qobiliyatni ham oldik. Bu qobiliyat wow, ajoyib. Endi biz sakrash g'irt Peter Quyon bo'ldik.
Endi biz pastga diamond, ya'ni olmos qidirishga ketdik. Yo'qol ko'zimdan. Do'stlar, bizda yomon xabar bor. Bizning qobiliyatimiz bedrockni ham buzib yuborar ekan. Mana qaranglar. Yana bedrock va mana buzilib ketdi. Bu o'ta opasniy. Shuning bu yerdan stressga suramiz. Nihoyat mening birinchi almazim. Ajoyib. Buni portlatib olamiz. O yo'q, lava qoch. Biz ancha qazib bo'lganimizdan keyin bizda 21 ta almaz paydo bo'ldi. Endi biz bu almazlardan narxlaymiz. Endi sabr qilib bizga kerakli narsalarni, ya'ni eritib olamiz. Bizning yangi qobiliyatimiz va bu qobiliyatda adashmasam rudalarni o'zimizga tortishimiz kerak. O'xshamayapti negadir. Mayli, buni tepaga chiqqanimizda sinab ko'rarmiz. Negadir to'g'risi ishlamayapti. Yo men ishlata olmayapman, yo qanday ishlashini tushunmayapman. Hech qanday rudalar tortilgani yo'q. Mayli, endi biz portal yasashga pastga yana tushamiz. Wow, lavani ham topdik. Tepaga chiqib olish kerak. Okey. Keyin bizning qobiliyatimiz boyagi qobiliyat ishlamaganda o'shani tushundim qanday ishlashini. Mana o'zimizga rostdan rudalarni jalb etar ekan, faqat pastga. Wow, almas. Endi bizda almas VIP portalga ham kelib oldik, sal qotishlar bo'lyapti. Xo'p, endi bu yerdan biz qizil qal'ani qidirishimiz kerak. Ketdik. Omadimdan o'rgalay, qizil qal'ani ham topdik. Bismillahirrohmanirrohim. Mana kirib oldik. Bu yerda nima bor? Musurka. Keyingi sandiq. Bu ham musurka. Atak almas kerak bo'ladi-yu. Yo'qlar, bizda almas VIP kerak emas. Mana qiltiriq oluvchilarni ham topib oldik. Endi bularni biz o'ldirishimiz kerak. Yo. Jonimiz ketyapti. Rahmat, shu joyda bizning yangi qobiliyatimiz, voy. Jonimiz ko'paytirgan qobiliyatimiz bo'lganiga. Wow. Barakat, qoch bu yerdan. Mana bizning chopimiz. Endi bu yerdan suramiz. Yangi qobiliyat ham tayyor. Wow. Olov otar ekan, значит biz olovga ham chidamlimiz. Crafting table kerak bizga hali. Endi biz bulardan ko'proq o'ldirib, ulardagi cho'plarni olib, drakonni o'ldiramiz. Zo'r qutuldim va bizda shuncha cho'p bor. Endi bu yerdan yasab olamizda. Okey. Endi bu yerdan bemalol drakonni o'ldirishga tayyormiz. Ketdik. Afsuski unutibman, endermenlarni bizga ko'zi kerakligini va bu yerda biz end farm qildik. Nihoyat bizda teleport oyoq kiyimimiz ham tayyor. Endi uni ishlatib ko'ramiz. Wow, saliq opasniyroq ekan. Oy, pastga kirib qolyapman. Bu atak sal pal bagli ekan, lekin foydali. Endi bu yerdan surish kerak.
Nihoyat tashqariga chiqib oldik, lekin sal pal qotishlar bilan qiyin bo'lyapti. Qaroqchilarning bazasi ham topilibdi. Yaxshi, lekin bizga bu yer kerak emas. Qochish kerak bu yerdan. Xo'p, qochib oldik sal pal bo'lsa ham. Endi biz drakonni qidirishga yo'l olamiz. Ya'ni end portalda. O'ta kam qoldi va nihoyat yetib keldik. Endi la'nati portalni qidirish kerak. Ne azob uqubatlardan so'ng nihoyat uni topdik. Mana endi bu yerdan tezroq mana bu brechkalarni yo'qotish kerak. Xo'p, 1 2 yo. Ikkinchi marta urinib ko'ramiz. Hammasi yaxshi bo'ladi deb umiddaman. Xo'p, bularni qo'yib olamiz. Do, re, mi, fa, sol, la. Oxirgisi go. Boy qidirgani olib kelaman shekilli. Baxtimni bitta endirman, bitta yuribdi ekan. Okay. Let's go. Yo. Baxtimga bu bug ekan shunchaki. Prosta ekranim qotib qoldi va shu atmosferaga berib qoldi. Xo'p. Uji drakon o'ldirishga tayyormiz. Mana bu endi menga xalaqit bermasa agar. Xo'p, onnaginani ko'rsatdim. Okay, endi drakonning onnaginasini ko'rsatamiz. Eng mazza davrlarga xush kelibsiz. Endi biz bemalol sakrab ularni yo'q qilamiz. Keyingi o'chart bu yer. O'zimni xuddi o'rgimchak odamga o'xshab his qilyapman. Wow, mazza. Hamma kristalni sindirib bo'ldik. Endi drakonni o'zini o'ldirish qoldi. Nihoyat drakonni o'ldiramiz. To'g'risi o'ta uzoq va o'ta asab bo'ldi. Sababi bu qobiliyatlar bilan ancha drakonni o'ldirish qiyin ekan. Men tinita yaxshi ekan, qolganlariga bir tiyin. Xo'p. Nihoyat o'ldirdik, to'g'risi mazza hissi ham uji qolmadi. Sababi drakonni yarim soat, pashti 1 soatdan beri o'ldirishga harakat qildim. Mayli endi tuxumini uxlatib, bu yerdan tezroq suramiz. Let's go. Tuxumni ham oldik va endi bu yerdan suramiz. To'g'risi bu yerda yurgim yo'q. Asab. Agar bu joyni ko'rayotgan bo'lsangiz, videoni 100% tugatdilar. Tabriklayman. Xayr, hech qanaqa gap yo'q. Bye bye.